Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar? Savollaring yaxshimi? Tinchmisizlar? Azizlarim, mana men ko'rib turibsizlar. To'g'ri osh yeb yuribman, lekin birov bilan umuman ishim yo'q. Birov nima qilsa, yaxshi bo'lib ketsa xursand bo'laman, kimdir. Xudo xolasa qarang, video ko'rib qoldim. Mani osh yegan muzikam bilan osh yeyish stilimni bolalar molga majburlab yediryapti, video ko'rib qoldim. Endi o'shalar o'zi ham yeya olmaydi, shunaqa qilib mol ham yeya olmaydi baribir. Endi shunga kuyib shunaqa video qilishyapti. Azizlarim, molni bilasizlar, osh shunaqa qilib yeya olmaydi, qo'li ham uni faqat yerdan uzilmaydi. Xudoga shukr, katta yeyotgan bo'lsam ham o'sha kichkina qilib to'kib yeydiganlardan akkuratni yeyishga harakat qilyapman. Tak что men sizlarga hech nima qilmasdan turib, sizlar ham meni unaqa qilib har xil videolar qilib chiqmanglar. Hype qilsanglar ham meni aralashtirmanglar. Agar kimnidir menga gapi bo'lsa, adminim nomerini yozib qo'ymayman. Uyini adresini bersin, boraman, gaplashib olamiz kimnidir gapi bo'lsa. Atak men hech kimga hech nima qilmasdan turib, meni iltimos unaqa qilib hype qilib videolarimni chiqarib, mollarga ovqat berib, mol birinchidan osh yeya olmaydi, ikkinchidan unaqa stilda sizlar ham o'sha qilib chiqayotganlar, hype qilib, to'g'ri katta tiqyapman, lekin o'sha akkuratni kirib ketyapti-ku. To'g'ri ikkita video ko'rdim, mana shunaqasiga olib oshni, mana shunaqasiga tiqyapti. O'zim ham jirkanib ketdim, lekin bizniki kirib ketganini bilmay qolasizlar-ku. Tez kirib ketadi.